Assalomu alaykum mini kursimiz ishtirokchilari. Ikkinchi bonus darsimiz sizlarga profirmalar haqida ma'lumot berib o'tishga harakat qilaman. Profirmalar o'zi qanday tashkilotlar, ularning treyderlarga afzalliklari, shu bilan birgalikda hozirgi paytdagi bizning natijalar haqida va mani shogirdlarimni hozirgi paytda man 80 ta odamni aynan shu profirmalar bo'yicha tayyorlayapman. Ularni imtihonni olib o'tyapman va imtihonni o'tgandan keyin real portfellarda savdo qilishmoqda. O'zi aslida 1200 dan ortiq shogirdlarim bor. Aynan 80 ta inson bilan hozirgi paytda jonli ish olib boryapman. O'shalar haqida qisqacha ma'lumot berib o'tishga harakat qilaman. Xo'p, profirmalar o'zi qanday tashkilotlar? Profirma bu professional treyderlar uchun o'z kapitalidan mablag' ajratish orqali treyderlarni moliyalashtiradigan tashkilot hisoblanadi. Ya'ni bir gap bilan aytganda, shunday firma borki, shunday yirik tashkilotlar borki, bularda mablag' juda ham ko'p. Ular treyderlarni moliyalashtiradi. Ya'ni kuchli professional treyderlarni mablag' bilan ta'minlab turib, ularni o'zining firmasiga xodim sifatida olib turib, u treyderlarni o'rtasida foyda qilganda treyder o'sha mablag'ni o'rtada bo'lishib olishadi. Xo'p, prop firmalar bu qanday tashkilotlar? Ya'ni o'zi qanday tashkilotlar prop firma deyiladi? O'zi prop degan so'zni nomi proprietary degan jumla ingliz tili jumladan olingan, ya'niki o'zgacha, unikal, qaytalanmas degan ma'noni anglatadi. Bular juda yirik moliyaviy tashkilotlar hisoblanadi yokida yirik bir magnat oilalarning, ya'ni judayam mablag'i ko'p bo'lgan oilalarning mablag'ini bozorda aksiyalar savdosida daromad ko'rishni maqsad qilish orqali o'sha treyderlarga mablag' ajratishadi va treyderlar topgan daromadni firma va treyder o'rtasida bo'lishib olishadi. Endi treyderlarni qanday saralab oladi deydigan bo'lsangiz, ular turli musobaqalar va tanlovlar orqali imtihonlar deyiladi. Imtihonlar bosqichma-bosqich imtihonlar orqali treyderlarni saralab olishadi va ularga mablag' ajratishadi. Xo'p, prop firmalar o'zi kimlar uchun? Ya'ni prop firmada savdo qilish o'zi kimlar uchun? Xo'p, hamma inson savdo qilishi mumkin. Ya'ni hozir bu darsimizni ko'rib turgan xohlagan inson savdo qilishi mumkin. Ammo bitta muammosi bor. Prop firmada aynan siz savdo qilib turib, ularni imtihondan o'tib turib, davomiy ravishda daromad olishingiz uchun sizda albatta tajriba bo'lishi kerak. Undan ham muhimrog'i bu savdo strategiyasi, ya'ni aniq qoidalarga asoslangan savdo strategiyangiz bo'lishi kerak va shu bilan birgalikda agar siz faqatgina joiz aksiyalar bilan savdo qiladigan bo'lsangiz, tizimlashtirilgan halol aksiyalar ro'yxatiga ega bo'lishingiz kerak. Aynan shu e, kombinatsiyalarni birlashtirilgan holatda siz aynan prop firmalarda savdo qilishingiz mumkin. Lekin siz hali yangi treyder bo'ladigan bo'lsangiz yoki bu sohani shunchaki ikkinchi kasb sifatida yoki umuman ikkinchi kasb ham emas, qiziqishga o'rganayotgan bo'lsangiz, prop firmalar sizga to'g'ri kelmaydi va prop firmalarni imtihondan hech qachon o'ta olmaysiz. Xo'p, prop firmaning afzalliklari nimada? Yuqorida aytib o'tganimdek, ko'p treyderlarda asosiy muammosi mablag'ga borib taqaladi. Ya'ni ko'plarni depozitida bo'lsa 500 dollar, 1000 dollar, ana boringki 2-3 ming dollar depozit bo'lishi mumkin. Endi to'g'ri katta treyderlar ham bor, 50 ming, 100 ming dollar o'zini mablag'ini boshqaradigan, lekin birdan u darajaga chiqishmagan. Aynan endi boshlagan insonlarga, ya'ni sohani qattiq ushlab turib, shu sohadan ketaman, shu sohani ikkinchi kasb sifatida olib ketsangiz ham birinchi kasbingizga xalaqit bermagan holatda mablag'larni boshlay olmasangiz, aynan prop firmalar sizga judayam ko'p imkoniyatlar berishadi. Yirik mablag'lar ajratishadi. Bu birinchisi 30 ming dollar eng minimum ko'rgan summam 300 ming, 400 ming dollargacha ham ajratishadi. Shaxsiy mablag'laringizni riskka qo'ymagan holatda savdo qilish imkoniyatini taqdim etadi. Ya'ni tasavvur qiling, siz bozordan pul yo'qotmaysiz, balkim mabodo ziyon qilib qolganingizda ham faqat prop firma ziyonga kirishadi. Risk boshqaruvining san'atini o'rganasiz. Ya'ni prop firmalar bilan savdo qilishni man boshlagan paytimda esimda risk boshqaruvim judayam kuchli bo'lmagan. Aynan prop firmalarga o'tganimdan so'ng har kunlik riskim bo'ladi va doim harakat qilaman birorta pozitsiyani minusga yopmaslikka. Aynan prop firmada savdo qilish sizni tizimlashtiradi. Qadrli ishtirokchilar, tushunasizlarmi? Ya'ni sizlarni hech qachon ziyon qilmaslikka qoidasiga o'rgatib borishadi. Tartibli va intizomli treyderga aylanishga va aynan shuni maktabida dars olishga imkon beradi. Va shu bilan birgalikda yangi do'stlar orttirasiz, prop firmada yangi treyderlar bilan o'zingizni hamkasblaringiz bilan tanishasiz va yangi g'oyalar ustida ishlashga harakat qilasiz bozorlar o'zgaruvchan holatlarida. Xo'p, prop firmaning minuslari haqida gaplashadigan bo'lsak, imtihonlardan o'tish juda ham murakkab,
ko'p insonlar yiqiladi imtihonlarda, ya'ni birinchi imtihonni o'tish protsessidan o'tolmaydi. Ikkinchi minuslardan biri esa juda ham riskka yaqinroq qo'yiladi. Ya'ni sizga 10%, 15% riskdan keyin portfelingiz olib qo'ymaydi, balkim 2% kunlik risk beradi. Mabodo siz 2% kunlik risk urib qo'ysangiz, bo'ldi, portfelni sizdan olib oladi va siz bilan xayrlashadi, qaytib ishlamaydi. Jamida esa 4% risk qo'yadi. Ya'ni 1 oyga 4% qo'yadi. Mabodo siz 1 oy ichida, masalan, 2 haftada 4% qilib qo'ysangiz minusingizni, bo'ldi, siz bilan xayrlashadi profirmalar. Va profirma yana bitta minus tomoni, aytishimiz mumkinki, kam aksiyalar bilan savdo qilish imkoniyatini beradi. Faqatgina fundamental baquvvat, tagi bor kompaniyalar bilan ruxsat beradi. Pennilar, arzonchi aksiyalar bor-ku, 50 sent, 10 sent, 20 sent, $1 aksiyalarga hech qachon yaqinlashtirmaydi profirmalar. Hop, 95% kompaniya, ya'ni profirmalar hozirgi paytda laxatron kompaniyalar, xuddi brokerlarga o'xshab turib, shuncha aldanib qolmanglar profirmalarda, ular sizlarga real pul to'lashmaydi. Imtihoniga pulni qabul qilib oladi, lekin pul to'lashga kelganda sizga yechib berishmaydi. Va shu bilan birgalikda ko'plab profirmalar hozirgi paytda CFD ga bog'liq, ya'ni Conflict for Difference deyiladi. Ya'ni haqiqiy aksiya bo'lmaydi xullas. U yerda hech qanday mulkni oldi-sotdi qilmaysiz, ya'ni tovar ayirboshlamaydi. U yerda faqatgina qog'oz ayirboshlandi. Yo'q narsani savdoga kirasiz. Va ko'plab profirmalar Forex bozoriga ixtisoslashgan, chunki u yerda marja degan narsa bor, leverage bor va yo'q narsa. U yerda hech qanday valyuta paralari savdo qilinmaydi. Realni qo'liga ushlanadigan dollarlar yoki boshqalar savdo qilinmaydi. Elektronlisi ham savdo qilinmaydi. Ishonaveringlar, u yerda faqatgina CFD kontraktlardagina savdoni amalga oshiriladi. Shu asosiy minuslar, ya'ni kam sonli profirmalar bor. Real aksiyalar bilan ishlaydi, lekin bizda mana ishlaydigan profirma real aksiyalar bilan ishlaydi va risk darajasi juda ham kam profirma. Haqiqatan bizaniki ham ishlaydigan 2% qo'ygan, lekin men harakat qilaman, masalan 20-21 kunlab ham ziyonni yopmaslikka. Masalan, oxirgi kunlarda hisoblasak 27 ta savdo kunida men 2 kun ziyonni yopdim, 25 ta savdoda plyus topdim. Bu ham degani 18 kun minussiz savdoyim bo'ldi. 19-kun bitta minus, 24-kungacha birorta minus bo'lmadi, 25 minus, 26-27 plyusga qarab ketdi. Mana shunaqa g'oya sizda paydo bo'ladi. Hech qachon minusda yopmaslikka harakat qilasiz va bu уже miyangizga kirib qoladi. Doim plyusda yurishni boshlaysiz. Xo'p, profirmalarning asosiy talablari. Imtihonlar ikkita bosqichda bo'ladi. Ko'plab profirmalarda birinchi bosqich, ikkinchi bosqich. Imtihondan o'tishni badali bor. Ba'zi profirmalar, biz ishlaydiganlarda mana $100, $200, ba'zi bir profirmalarda $1,500-$2,000gacha imtihon qo'yiladi. Lekin haqiqatda odamlar to'lashadi. Yo'q deysiz ham, O'zbekistonda minglab odamlar bor. Shu $1,200-$1,500 bitta imtihondan o'tish uchun pul to'lashadi. Bizani profirma esa $100-200 bilan savdo qilishadi. Kuchli savdo strategiyasiga ega bo'lgan treyderlarni jamoasiga chaqirib olishadi. Ya'ni profirmalar ham treyderlarni saralab olishadi, filtrdan o'tkazishadi. Savdo strategiyaga ega emasmi, imtihondan yiqildimi, bo'ldi, ular bilan xayrlashadi. Intizomli, nima desa bo'ladi, naqdini urib qoladigan, kuniga aniq bir daromadda chiqib ketadigan treyderlarni o'z jamoasiga qo'shishadi. Bitta narsani biling, siz profirma bilan savdo qilishda xato qilishingizga haqqingiz bo'lmaydi. Bir dona xatoingiz sizni profirmada черный список deydi, ya'ni qora ro'yxatga kirishiga sabab bo'ladi. Endi qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, bizani natijalar mana, masalan, mana bu yerda mani natijam bor. Mana 579% atrofida qildim 12 ta savdo kunida va $2,896 realda ishlab oldim. Ikkinchi staj deganimiz imtihonlardan o'tirib turib real savdoda amalga oshirilayotgan balansim $50,000 balansda 579% atrofida daromad qildim. Kichkina deyishingiz mumkin, lekin bitta narsani biling, hech qanday ziyonsiz amalga oshirilganligi, mana loss per day degani mana bitta qizil yonadi. Hech qanday ziyonsiz shuncha foydani qilish, agar qo'lingizdan kelsa qilib ko'ringlar. Qimmat kompaniyalarda, ya'ni milliard dollarlik kompaniyalarda 12 kunda 579%, bu katta treyderga borib ko'rsatsangiz ham dahshatli natija deydi. Mana bu mani shogirdimning natijasi. Ya'ni bir kunlik natijasi, mana ko'rib turganinglardek shogirdim $100,000 shotdan boshlagan va bir kunda natijasi $779 atrofida foyda qilgan va mana aksiyalar ro'yxatini ko'rishinglar mumkin o'zinglar uchun. Shogirdim imtihondan o'tish jarayonida mana ko'rsatib qo'yilgan, u hali imtihonda bosqichida. Mana esa 2.2, ya'ni real portfelda savdo qilaman. Mana ko'rsatib berdim. Oldingi haftalik, ya'ni 2 haftalik natijam, 12 ta savdo kunida 2 haftalik natijamni ko'rishingiz mumkin, qadrli ishtirokchilar. Profirmalar bo'yicha biz endi professional trading bilan shug'ullanmoqchi bo'lsangiz ham oyiga mana $2,000-3,000 atrofida daromad topmoqchi bo'lsangiz, aynan
Bu insonlar uchun bizani maxsus o'zimiz dasturlar bor. Optimus Fundamento degan maxsus 6 oylik kursimiz bor. Biz 6 oylik kursimizda bolalarni tayyorlab, ularni shu sohani professional treyderga aylantirib turib, o'zim boshchiligimda jonli savdolar qilib boraman. Har hafta va har kuni jonli savdolarda ularni imtihondan o'tkazib, nima xato qilayotganligini ko'rsatib boraman. Bizada robotlar bor. To'g'risi men trading robotlar tuzib chiqqanman. Hozirgi paytda Gonkong va Dubayda katta-katta investorlarim bor. Million dollarlab mana shu robotlarimizga tikib turib, katta-katta pul mablag'i aylantirayotgan va biza o'sha algoritmlarimiz deymiz. Algoritmlarimizga ham 6 oy davomida bepulga dostupni ochib berganmiz. O'zi taxminan bir 5000 6000 dollar turadigan maxsus kurslarni biz hozirgi paytda 12 baravar arzonligida taqdim etyapmiz. Agar kim oranglarda shu boshlang'ich bilimlarni tugatib turib, firmalarda savdo qilaman deb turib, вот realniy o'zini puli mablag'ini riskka qo'ymasdan turib, Abbosbek o'rgating, biza ham mana shu yo'nalishda ketaman deydigan bo'lsangiz, hali aytganimdek, Optimus Finance O'zbekistonda fond bozorida eng ko'p shogirdga ega bo'lgan va natijasi bo'yicha nomer 1 bo'lgan jamoa. Buni xohlagan joydan ko'rib olsanglar bo'ladi, qo'shilishinglar mumkin. Mana shu darsimizni firmalar haqidagi ma'lumot edi. Mana sizlarga bitta realniy natija bilan ko'rsatib berdim. Sog' bo'lasizlar.